Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Sharxondagi ishimizni bitkazdik. Sizlarga qisqacha video obzor qilib beramiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ring, narxigacha aytib o'tamiz. Xo'p, bu yerda ikkita rom hamda ish qilib berganmiz. Har doimgidek krashinning sifatlari o'ta a'lo. Mijozimizga ham juda yoqdi. Kelganda to'g'risi gap, narxi ozgincha bizga qimmatli qildi deganlar bo'ladi, lekin ishlarimiz o'rnagandan keyin o'zlari xursand bo'lib juda duo qildilar. Hop, narxiga kelsa, bitta romimiz $350 qo'yib berganmiz, orqa apshipkalar bilan. Bu romimiz ham xuddi shu ahvolda. Eshigimiz esa $400 ga to'xtagan. Bu xonadonimizga shu oynani bonus darajasida qilib berganman. Kimga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta o'zimizga aloqa chiqishingiz mumkin. Nomer qoldiramiz. Sifatdan muammo yo'q. Akfa ruchkalar ko'rishingiz mumkin. O'ta idealniy. Xolasa. Narxi ozgincha qimmat bo'lishi mumkin, lekin pulingni o'zingizga qaytib keladi. Nanishnilari ham har doimgidek 1.6 likdan emas. Oynalari hammasi ichida bo'ldi. Aloqa chiqarasizlar, rizo eshiklari. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar.